Yevropada ishlashni 5 ta plyusi. Ketdi. Siz dokument ishlariga o'zingiz yugurmaysiz. Sizni ishlatayotgan firma sizni dokumentingiz, yashash joyingiz, ishga borib kelishingizni ta'minlab beradi. Bu ularning vazifasi, bu uchun sizdan hech qanaqa pul ushlab qolinmaydi. Har xil millatli odamlar bilan ishlaysiz, dunyoqarashingiz o'zgaradi, yangi tillarni o'rganishni boshlaysiz. Men o'zim birinchi kelgan paytimda rus tilida ham normalniy gaplasha olmasdim. Sizda imkoniyat bo'ladi ishdan tashqari har xil davlatlarga bez viza sayohat qilish. Abduqodir Husanov o'yiniga tushishingiz ham mumkin Ispaniyada. Siz hech qanaqa dokument nalog to'lamaysiz, chunki ishxona sizga hamma dokumentlaringizni to'laveradi. O'zbekistonda 4-5 oyda ishlagan pulingizni 1 oyda topasiz. Bu videoni Rossiyadagi o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar, chunki Rossiyada oylik olgandan keyin oylikning yarmi patent, registratsiya, kvartiraga ketadi. Yevropada bu narsalarni firma to'lab beradi. Bu narsalar uchun sizdan oyligingizdan 1 so'm pul ushlab qolinmaydi.